Hammaga salom do'stlar, Easy Money onlayn kanaliga xush kelibsiz. Do'stlar, kanalimizga yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Do'stlar, hozirgi videorolikimizda sizlar bilan sarmoyasiz rubl ishlaydigan botni ko'rib o'tamiz. Mana shu botning havolasini kommentariyada qoldiraman. Bemalol botga kirib olib, sarmoyasiz rubl ishlab borasiz va do'stlar, mana hozirgina start bosdim. O'zi 0.1 rubl ishlab qo'ydi. Bu botda biz avtomatik mayin tarzda ishlab boramiz do'stlar. Mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Hozirda misol uchun sekundiga mana 0.023 ishlayapti. Ya'ni bir kunda esa 200 rublgacha ishlaydi deb aytib o'tyapti. Endi do'stlar, mana glavniy bo'limidamiz. Mana White degan tugmani bosib, hozir biz kirib olamiz. Mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bizda boshlandi. Mana mining jarayoni boshlandi. Xuddi shunaqa tartibda misol uchun ishlab borsak bo'ladi. Qarang. Keyin bu yerda hozir biz glavniy bo'limdamiz. Mana bu zadaniya bo'limiga o'tadigan bo'lsak, misol uchun do'stlar, bu yerda zadaniya berilgan. Mana bu Telegram kanallarga obuna bo'lib qo'yadigan bo'lsak, rubllar ham ishlab borsak bo'ladi. Keyin bu yerda mana referral sistemasi ham bor ekan. Referral sistemasida ham do'stlaringiz taklif qilsangiz bo'ladi ekan. Do'stlar, keyin mana bonus bo'lim bor. Mana shu bonus bo'limidan biz misol uchun har kunlik, ya'ni kirganimiz uchun rubl ham olsak bo'ladi. Misol uchun birinchi kun kirgan paytingiz 0.05 rubl bonus olasiz. Ikkinchi kun 0.06. Shunaqa tartibda do'stlar, mana 31 kun davomida 1 rublgacha bo'ladi ekan. Bu do'stlar, mana bu bot sarmoyasiz misol uchun bonus olish uchun kerak bo'ladi. Mana bu tugmani bir marta bosasiz, mana bizga rubl berildi. Xuddi shunaqa tartibda sizlar ham misol uchun bu sarmoyasiz ishlash uchun bir marta start bosib qo'yasiz. O'zi misol uchun avtomatik tarzda miningda ishlab boraveradi. Shunaqa tartibda do'stlar, misol uchun bemalol ishlab borsangiz bo'ladi. Keyin mana bu bo'limga kirib olamiz. Mana vhod bo'limi. Mana White degan tugmani bosadigan bo'lsak, mana kirib bo'ladi ekan. Xuddi shunaqa tartibda ishlab boramiz. Mana qarang. Hisobimizdagi pullarni yechish uchun mana BVST balans degan tugma bor. Shu tugmani ustiga bir marta bosadigan bo'lsak, qarang, bu yerda mana pullarni chiqarib olsa bo'ladi. Pul chiqarib olish payriga mana 1 rubldan boshlanadi ekan. Ya'ni 1 rublga yetgan paytda biz misol uchun bemalol pullarimizni chiqarib olsak bo'ladi ekan. Pul chiqarib olish uchun mana payr ustiga bir marta bosasiz. Bu yerga mana payr raqamingizni yozib, misol uchun pul yechish miqdori minimalni 1 rubl deb yozib, misol uchun chiqarib olsangiz bo'ladi. Xuddi shunaqa tartibda do'stlar chiqarib olasizlar. Keyin bu yerda mana Tronga chiqarsa bo'ladi, minimalni 100 rubl bo'lgan payti. TRC20 ga 200 rubl bo'lgan payti, Bitcoinga 4000 rubl bo'lgan paytda chiqarib olsa bo'ladi. Bu yerda mana yig'ilgan pullarda mana bu tugmani bir marta bosib, misol uchun mana Sabrat Nakopleniya degan tugmani bir marta bosadigan bo'lsak, mana bizda miningda yig'ilgan misol uchun rubl qo'shiladi hisobimizga. Xuddi shunaqa tartibda do'stlar, misol uchun ishlab borsangiz bo'ladi. Endi bu saytga misol uchun pul kiritib ham ishlasak bo'lsa kerak. Mana misol uchun mana shu joy pul kiritish joyi bo'lsa kerak. Qarang, mana pul kiritadigan bo'lsangiz, qarang, mana 100 rubl kiritadigan bo'lsangiz, kuniga 6 rubldan ishlaysiz ekan. Agar 1000 rubl kiritadigan bo'lsangiz, kuniga 80 rubl ishlaydigan ekan. Pul kiritamasangiz, mana 100 rublni bosib, mana bu tugmani bir marta bosib, mana qarang, payr orqali pul kiritsa bo'ladi. Minimalni 100 rubldan ekan kiritish. Shunaqa tartibda do'stlar, misol uchun bemalol pul kiritib olsa bo'ladi. Agar pul kiritaman desangiz, albatta pul kiritish xohishing. Do'stlar, Telegram hamda YouTube kanaliga a'zo bo'lib qo'ying. Barchaga omad.